$185 ming atrofida hovli qidirayotgan bo'lsangiz, ayni shu hovlini sizga tavsiya qilgan bo'lar. Nimaga ekanligini bilishingiz uchun esa 2 daqiqa sabr qilib, mana shu videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolamiz. Menga yoqqan tarafi ushbu xonadonimizning proyekti bo'ladi. Xonadonga kirib kelaverishimiz bilan esa kattakon hovl bizni kutib oladi. Ancha vaqtdan beri meni kuzatib yurganlar biladi, mana shu hovli uyli o'zimga ham juda yoqadi. Sababi uyga keng, jozibador va hashamatli ko'rsatadi. Keyingi xonalarimizga ham ahamiyat beraylik. Keng, katta, juda hashamatli qilib, dizayni ham o'shandan qolishmagan holda klassik variantda qilinganiga bitta ahamiyat beramiz. Keyingi esa ayollarning eng yaxshi ko'radigan joyi, lokatsiyasi, ya'ni bu oshxona. Oshxonaga bitta ahamiyat bering. Keng, katta TV zonasi bor. Vaqtda ham shu yerda bemalol o'tkazsa bo'ladi. Keyingi xonamiz esa kattakon bitta xona bor. Xohlasangiz bundan spalni sifatida foydalanishingiz mumkin yoki-da buni ham bitta zapasnoy zal qilishingiz Sizlar tegidan ham unumli foydalanishgan ekan, bu yoqda sanuzel chiqarib qo'yishgan. Endi esa ikkinchi qavatga chiqib boramiz. Ikkinchi qavatga chiqaverishi o'zi ham qaranglar qanaqangi jozibador bo'lib chiqqan. Endi esa ikkinchi qavatga chiqqanimizda ko'rib turganinglardek bu yoqda ham kattakon hol, ya'ni TV zona qilib bemalol oilangiz bilan vaqtingizni o'tkazishingiz mumkin. Ikkinchi qavatdagi birinchi xonamizga kirib kelganimizda farzandlar uchun mo'ljallangan spalni xonasini ko'rib turibmiz. E'tibor berib turing, tasvir davomida aboylarga qanaqangi ahamiyat berilgan. Spalni zal xonalarni aboylari spesial podbor qilingan. Uy egalari shu uy qurayotganlarida professional dizaynerlar xizmatlaridan foydalangan ekanlar. Xullas, 3.7 sotu yer maydoniga ega bo'lgan, 290 kvadrat metrni tashkil qiluvchi qurilmaga ega bo'lgan 7 ta xona, 2 ta hol, undan tashqari 2 ta sanuzeldan tashkil topgan ushbu xonadonimiz Sergeli tumanining Massiv Stроительda, ya'ni orientir uchun 12-bekat metrosining yonginasida joylashgan.